Umar ibn Hattob kelibdi, qilich osib olgan. Nimadan qo'rqyapsizlar? Eshikni och. Agar Alloh unga yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, musulmon bo'ladi. Agar undan boshqasini iroda qilgan bo'lsa, biz uchun uni o'ldirish oson bo'ladi. Nega bu yerga qilich ko'tarib kelding? Alloh senga azobini tushirmaguncha qaytmaysanmi? Ey Rasululloh, Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgani keldim. Alloh yuborgan dinni qabul qildim. Allohu akbar. Allohu akbar.